4 oktyabr Qirg'iziston parlament saylimining natijasi e'lon qilingandan keyin 16 siyosiy partiyaning faqat 4la 7% bilet bilan parlamentga kiradigan. 3 siyosiy partiyaning hozirgi prezident So'ronbay Jeenbekov bilan quyuq munosabati bo'lg'achqa, o'qituvchilar saylam natijasining kontrol qilinganligini ayblab, keng ko'lamli namoyish qildi. Nurg'unlagan namoyishchilar hukumat organlariga bo'sib kirib, prezidentning vazifasidan ep tashlagan. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, namoyishchilar hukumat organlariga bo'sib kirishdan burun kishilar saqchilar bilan to'qinishgan. Bütün namoyishda bir odam qazo qilgan. Taxminan 590 odam yaralangan. Namoyishchilar Davlat bexatarlik kengashining markaziga bo'sib kirib, sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'yib bergan. Yerlik taratqularning xabari qaraganda, Almazbek Atambayev aslida chiriklik jinoyati bilan sotlanishni kutayotgan ekan. O'qituvchilar shahar boshliq ishxonasini o'z ichiga olgan bir qancha binoni egallab, o'zining davlat bexatarlik boshlig'ini tayinlagan. Ularning qanchalik amaliy kuchi borligi texnik aniqlanmagan. Taratqularning xabar qaraganda, Almazbek Atambayev 2017-yil istifa bergandan keyin huquqni Jeenbekovga topshirgan. Ammo ikkisining munosabati yaxshi bo'lmagan. 2019-yil Jeenbekov chiriklik jinoyati bilan Almazbek Atambayevni qo'lga olgan. Retrogantiqning xabar qaraganda, Qirg'iziston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 6 oktyabr, ya'ni bugun o'qituvchi siyosatchi va sobiq davlat bexatarlik amaldori Kursan Asonovning Ichki ishlar ministrligining vazifasini topshirib olganligini, saqchilarga fuqarolarning bexatarlik kapolatlik qilish va namoyish jarayonida to'qinish va bulongchilikning oldini olishni kerakligini uqtirganligini, shundaqla prezident Jeenbekov hukumat kontrolligini yo'qotganligini bildirgan. Qirg'iziston O'rta Osiyoga joylashgan bo'lib, Rossiya bilan chegirdosh. 6,5 million nufusi bor. O'tgan 15 yil ichida ikki prezident vazifasidan ag'dirilgan.